بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. والضحى Çaşkah vakti bilen qasam ki, والليل إذا سجى qarang'uliqi etrafni qaplagan chaqdiki kechi bilen qasam ki, ما ودعك ربك وما قلى ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin seni tashlab etganimi yo'q, yomon ko'rib qolganimi yo'q. وللآخرة خير لك من الأولى Sana ahiret elbette dünyadan yaxshidir. ولسوف يعطيك ربك فترضى Rabbin sana ahirette savab, hürmet ve şefaat qatarlıqlarını ata qiladi. Sen memnun bo'lsan. ألم يجدك يتيما فآوى U seni yetim bilib panah vermedimi? ووجدك ضالا فهدى Qaymuqqan bilib hidayet qilmadimi? ووجدك عائلا فأغنى Seni yo'qsiz bilib kishilardan behojat qilmadimi? فأما اليتيم فلا تقهر Yetimni xarlama. وأما السائل فلا تنهر Sailga qo'pollik qilma. وأما بنعمة ربك فحدث Rabbingning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Chunki ne'matni so'zlab berganlik ne'matga shukr qilganlik bo'ladi.